Assalomu alaykum. Bugun gap filling savol turlaridan sal darslar jarayonida o'quvchilar qiynalgan bitta savolni ko'rib chiqamiz. Ko'rib chiqishdan oldin sразу eslatib o'taman, gap filling turlari o'zi eng oson savol turlaridan bittasi. Shuning uchun har doim chiqqanda maksimal baho yozib olishimiz kerak bo'ladi. Unaqa qilish, uni to'g'ri topish uchun, ilinj tezroq topish uchun strategiyalar bular kalit so'zlarni topish va именно savol va tekstdagi topgan joyinglarni overall meaningini to'g'rimi yo'qmi tekshirib ko'rish. So'z shakli to'g'ri kelyaptimi yoki anaqa grammatika bo'yicha to'g'ri kelyaptimi. Endi kalit so'zlar bu yerda different species of large mammals, ya'ni elephant, mammals, camels, bear-sized beavers shunga o'xshagan narsalar. Inhabited degan so'z va 11,000 ya'ni 11,000 degan so'z. Bular hammasi chiqdi, lekin nima qiyin bo'ldi deydigan bo'lsa, mana shu yerda inhabiteddan keyin bizning ko'zimizda in degan preposition borligiga o'rgangan, lekin bu yerdagi savollarda bu narsa berilmadi. Shuning uchun sal qiyin bo'ldi. Mazmun bo'yicha endi bu yoqqa joy qo'yishimiz kerak. North America once belonged to huge animals. Ya'ni North Amerikada, ya'ni Shimoliy Amerikada oldin mana bu yerda sanab o'tilgan katta hajmdagi hayvonlar yashashgan va bu narsa 11,000 yil oldin bo'lgan deb beryapti. Demak, bu yoqqa yagona to'g'ri keladigan so'z bu North America bo'ladi. Hammaga rahmat. Omad.